Bugün günümüzde vatanimizdeki kardeşlerin ahvali qanday boludu? Ularning o'qiyanmagan namozlari qanday boludu? Atanmagan yag'liqlarninki gunohi qanday boludu? Bu savollarimizning hammasiga bugungi hadisimiz javob beradi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom dedi: "Va in aadu fa'ud." Agar seni yana shunday majbur bo'lsa, ya'ni iymondan yenishga majbur bo'lgan bo'lsa, qalbing iymonga tushaq bo'lgan bo'lsa, sen ya'ni ig'zingni iymondan yenib ber. Ma gap hayotimizni manfaatlik o'tkazishimiz va shundaqla hayotimizni foydalanish uchun oltin savoq deb bilsang bo'ldi. Biz mana hash-pash tuguncha kitobning oxiriga kelib qoldik. Bizning bugun o'qiydigan hadisimiz qanchinchi hadis? Kimning esida bor? Qanchinchi hadis? 39-hadisga keldik. Ma arba'in Naviya deymiz. İmam Navining 40 hadisi deymiz, ammo bunda 42 hadis bor. Ma arablarda odatda pach sanat tilga olmaylam. Cho'ng sanat tilga chiqib bu 40 deb tillangan, ammo 42 hadis bor. Biz bugun 2 hadisni o'qiymiz. Bugun o'qiydigan birinchi hadisimiz bo'lsa, biz uchirgan nurg'ulgan savollarga javob beradi. Masalan, hozir vatandagilar zulm ostida, majburlash ostida, yog'liq atanmayotidi, lagerdagilar namoz o'qiyanmayotidi, turmadagilar namoz o'qiyanmayotidi, shundaqlar Ramazon kunlarida ba'zi kishilar ro'za tutolmayotidi deganga o'xshagan savollar chiqadi. Endi bugungi kunimizda vatanimizdagi qardoshlarning ahvoli qanday bo'ladi? Ularning o'qiyanmagan namozlari qanday bo'ladi? Atanmagan yag'liqlarninki gunohi qanday bo'ladi? Bu savollarimizning hammasiga bugungi hadisimiz javob beradi. Unda bo'lsa biz oldin hadisni o'qiylik, undan keyin sharh ilaylik. Bismillahirrohmanirrohim. An ibn Abbas radhiyallohu anhuma anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qol. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma naql qilindi. Haqiqatan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq dedi: "Innalloha tajawaza li an ummati al-khata'a wan-nisyana wa mastukrahu alayhi." Allah subhanahu va taala men uchun deydi payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom. Mening hurmatim uchun, mening o'rnim uchun, mening ummatimdan xatolashgan ishlarini, unutib qolgan ishlarini va majburlangan ishlarini ütüvetti deydi. Qaraydigan bo'lsak, hadisning umumiy ma'nosida Allah subhanahu va taala payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom, ya'ni payg'ambarlarning eng oxir qolgan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom uchun uning ummatininki xatolashib qolgan ishlarini kechirib o'tibdi, unutib qolgan ishlarini kechirib o'tibdi va shundaqla majburlangan ishlarini kechirib o'tibdi. Demak, bu umumatan Allah subhanahu va taolaning biz qilgan bir rahmatini ko'rsatdi. Endi xatolashib qilishgan qanday bo'ladi? Unutib qilishning chekchegirasi qaysi? Majburlanishning darajalari qaysi? Bunu tushunish to'g'ri keldi. Chunki men majburlandim deblam hamma ishni qilib olmaydi. Va shundaqla xatolashdim deblam uningga o'zri biriblam xatolikning hammani qilolmaydi. Buning bir chekchegrasi qoidasi bor. Qaraydigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo ummatimning xatolashib qolgan gunohlarini o'tvetdi dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom birinchi qilib. Bu yerdagi xatolashib qilishdan bo'lgan maqsad nima desanglar, bir odamningki bilmasdan bir xato ishni qilib qilishi, ya'ni uning haromligini bilmasdan va yoki qasddan bo'lmagan shaklda bir xato ishni qilib qilishini ko'rsatdi. Masalan deylik, ko'p yuz beradi. Safar ustida biz namoz o'qimoqchi, qiblaning nima ekanligini uqolmadik. Bir taraf qarab namoz o'qidik, ammo namoz o'qib chiqib bo'lgandan keyin biz qanday qilamiz? Xatoga qarab namoz o'qibmiz. Bundan Alloh taolo hisoblamadi, hisoblamaydi. Namozimiz qobil bo'laveradi. Va shundaqlar masalan bir odam yangi islom kirdi deylik, haroqninki haromligini bilmaydi deylik masalan. Bu nayt az ko'rildi, lekin masalan deylik, haroqninki haromligini bilmadi, haroq ichib soldi. Gunoh olmaydi. Chunki bilmedi. Va mushuning o'xshagan bilmay turib harom ishlarni, gunoh ishlarni qilib solgan bo'lsa, bir odam buningki hisobi erinmaydi, uningga gunoh bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo buningki gunohini o'tib o'tgan deydi. Ikkinchisi qaraydigan bo'lsak, Allah subhanahu wa taala unutib qilib qilgan gunohlarini va nuqsonlarini Alloh taolo afu qilib o'tdi deydi. Ya'ni bizningki unutib qilib bir gunohni qilib solgan bo'lsak, buning gunohi yozilmaydi. Masalan deylik, Ramazonda ko'p yuz berdik biz. Ro'zni buzish harom ish. Ro'zlar odamningki tomoq yeyishi harom ish. Endi biz ro'za tutdik, ammo unutib qilib bir narsa yeb solgan bo'lsak, ichib solgan bo'lsak, buning gunohi bo'lmaydi. Ro'zimiz ro'za bo'laveradi. Va shundaqlar masalan namoz deymiz. Farz vaqti. Namozni unutib qoldik. Asr namozini unutib qoldik. Xubdandan keyin, men bugun asrni o'qimabdim deb esim keldi. Buning gunohi bo'lamdi? Gunoh bo'lmaydi. Darhollam shu vaqtning o'zida asr namozini o'qiydi. Buningga gunoh bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo uni afu qildi. Ya'ni aql ko'taraldimi, Alloh taolo uningdan hisob olmaydi. O'shidan ketishmi o'shining hukmida. Bir odam o'shidan ketgan bo'lsa, u odam ba'zi bir xato gapni qilib solgan bo'lsa, uningga gunoh bo'lmaydi. Eng oxirisi keldik, majburlanib qilingan gunohni Alloh subhanahu va taolo o'tvetdi deydi. Endi majburlanish degan qanday bo'ladi? Ya turm bilan tahdid kuchirgan bo'lamiz, va yoki jismoniyatimizga bir ziyonning kelishi bilan bir tahdid kuchirgan bo'lamiz, va yoki melimizga aniq keladigan bir tahdidga uchirgan bo'lamiz. Mana bu shundaq vaqtda majburlagan miqdorda bir xato ishni qilib solgan bo'lsak, uning gunohini Alloh subhanahu va taolo o'tib o'tadi. Masalan, bugun kunimizdaylar masalan, hijob artish masalasi. Buni vatanimizga eng yaxshi bilish mumkin. Bir ayol kishi yog'liq olsa, opirib, uni turmaga tashlab, tayoq to'qmoq, hatto uning ipiti daxliga uchraydigan mushundaq ahvollar bo'lib qolsa, unga majburlanganlik uchun bir musulmon yog'liq otmagan bo'lsa, uning gunohi bo'lmaydi. Bu bizning vatanimizga o'xshash ahvollarda. Ondan boshqa masalan turmadagi lager qarindoshlarimiz bor. Namoz hammamizga farz, ammo ular namoz o'qiy olmaydi. Hatto u burnida kamera bor.
Qanday qiladi? İşaret bilan o'qiyanmaydi. Ko'z, qosh bilan o'qiyanmaydi. Qanday qiladi? Bularning namoz saqit bo'ladi. Ularning namoz o'qimasligi gunohi bo'lmaydi. Va mushuning o'xshagan bir odam majburlanib har qanday bir gunohni qilgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo cheklagan bir ishni qilgan bo'lsa, buningga hech qanday bir gunoh yozilmaydi. Hatto iymondan yenish desak, iymondan yenishga majburlagan bo'lsa bizning vatanda iymon nada bo'ldi? Qalbda bo'ldi. Uning asosi shunday, qalbda bo'ladi. Majbur bo'ldi, turma bilan tahdid soldi, hatto o'lim bilan tahdid soldi. Mana bu shunday tahdid kuchirgan bo'lsa, qalbi iymonga to'shgan bo'lsa, ig'zoki shaklda iymondan yenib bergan bo'lsa, unga hech qanday gunoh bo'lmaydi. Majburlangan bo'lsa, bo'lmasa normal holatda ig'zoki shaklda chaqchaq bo'lsa, har qanday shaklda iymondan yenish bu kufrlik. Ammo majburlangan bo'lsa, u hech qanday bir gunohga uchramaydi. Masalan, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom davrida mushriklar, musulmon bo'lganlar ajoyib zulmni sog'an. Masalan, Ammar ibn Yasirning voqealigini hammamiz bilamiz. Ammar ibn Yasirninki ko'z oldida anasını şehit kılıverdi. Dadısını şehit kılıverdi. Ondan keyin uni iymondan yan deb majburladi. Ammar ibn Yasir qalbi iymonga tushaq holda kufr so'zini qildi, iymondan ig'izda yenib berdi. Sahobalar nima dedi? Ammar ibn Yasir dindan chiqib ketdi deganga o'xshagan gaplarni qilib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qarshi keldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ammar ibn Yasirni chaqirdilar dedi. Ammar ibn Yasir qarshi keldi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisallam: "Ey Ammar ibn Yasir, sen qandaroq his qilyapsan?" dedi. Ammar ibn Yasir: "Ey Rasululloh, qalbim iymonga tushaq" dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisallam nima dedi? "Va in aadu fa'ud." Agar seni yana shunday majbur bo'lsa, ya'ni iymondan yenishga majbur bo'lgan bo'lsa, qalbing iymonga tushaq bo'lgan bo'lsa, sen ya'ni ig'zingni iymondan yenib ber dedi. Demak, bu Alloh taolaniki biz qilgan kengchiligi va biz qilgan bir rahmati. Bu vaqtda Alloh taolo Qur'oni Karimda: "Men kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha va qalbuhu mutma'innun bil iman." Kimki Allohga kufr bo'ladi ekan, ya'ni iymon etib bo'lgandan keyin iymondan yanadi ekan, tanidi ekan, uningga Allohning g'azabi va ularga qattiq azob bor. Lekin bir turli kishi bundan mustasno. Kim? Illa man ukriya, majburlangan kishi. Va qalbuhu mutma'innun bil iman. Qalbi iymonga xotirjam tushaq shunday turib majburlangan kishi ig'izda iymon yenib bergan bo'lsa, bu kishi bu hukmdan, ya'ni Allohning g'azabi uning ustiga tushishidan, uningga qattiq azob bo'lishidan mustasno bo'ladi. Uningga Allohning azobi bo'lmaydi. Demak, bizning vatanimizda bugungi kunimizdagi zolimlar bizning xalqimizni iymondan yondirishni qancha tirishchilik ko'rsa, son bizning xalqimiz qalbida iymonni saqlay oladi ekan, qalbida bo'lsa-mu, xalqimiz iymondan chiqib ketmaydi. Shundaqlar qilib salgan gunohlar bo'lib qolsa, uningga jazo yozilmaydi. Masalan, kuravatımızga masalan ba'zilarga cho'shq go'shi yezib turadi masalan. Agar shu cho'shq go'shni yemasa turmaga tashlanadigan, ig'ir jismoniy jihatdan ziyon uchraydigan va o'lim tahdidi mushundaq bo'lib qolsa, uning qalbi norozi bo'lib turib, cho'shq go'shni yegan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo uni afu qiladi. Shuning uchun iymondan yenishga hech qanday bir uzri yo'q. Ammo bu yerda bir qancha bir shartlar bor. Majburlanish degandan keyin sharti bor. Uningki o'xshamaydigan holatlari bor. Endi bugungi kunimizda Xitoy majburlayotdi, shundaqmi? Ammo shu fursat bilganlarmi bor? Endi majburda amal yo'q deb. Ammo shuningga qalbi kuyib turib, bearam bo'lganlar bor, majburlan ishida qilganlar bor. Buning hukmi o'xshamaydi. Shuning uchun majburlanishninki bir qancha sharti bor. Buning birinchi sharti u majburlanish rost bo'lishi kerak. U majburlangan va yoki tahdid qilingan ish agar shuni qilmasa, rost yuz beradigan bo'lishi kerak. Masalan, deyli, ayol xonimlarimiz bugungi kunimizda yog'liq otanmaydi deyli. Yog'liq otanmadi. Agar yog'liqni olsa, buning iddisida masala bor deb turmaga tashladi. U vaqtda texmi cho'ng bir ziyon kelib chiqdi. Bunday ahvolda cho'ng ziyonning oldini olish uchun ba'zi bir texmi cho'ng bir masalalarning yuz bermaslik uchun yog'liq otmagan bo'lsa, Alloh taolo ularningki yog'liq otmagan gunohini hisobga tortmaydi, ularga gunoh bo'lmaydi. Ikkinchi sharti majburlanishniki. Qarşılış imkoniyati yo'q. Ya'ni qarshilashib, u majburlanishni ko'tarish imkoniyati yo'q. Xuddi bizning bugungi kundagi vatanimizga o'xshash. Qarshilashganda oldi, turmaga tashlanadi. Har xil texmi ig'i bo'lgan ishlarga uchrashi mumkin. Mana bu shunday bo'lib qolsa, bu vaqtda bu majburlanish kuchga ega bo'lgan bo'ladi. Uchinchi shart bo'lsa, majburlanib turib qilgan, ana shu gunohlarni qilgan vaqtda qalbi qattiq norozi bo'lishi kerak. Norozi bo'lishning alomati qaysi? Allohga duo qilish kerak va Allohdan afv so'rash kerak. Ey Alloh, mening yog'liq otqim beydi, mening musulmondek yashag'im beydi. Lekin bu zolimlar beshimizga musallat bo'libdi. Biz yog'liq otanmadik, namozimizni oshkora jamoatlab o'qiyanmadik va yoki turmadikilar biz namozimizni o'qiyanmadik deb qalbida bo'lsa-mu, qilgancha Allohga duo qilsa, Alloh subhanahu va taolo ularni afv qiladi va shundaqlar mana bu majburlanishninki 3-sharti. 4-sharti majburlanib turib qilingan gunohlar majburlanish miqdori bo'ladi. Masalan, deyli, yog'liq olsangiz tutadi, ammo da tutun yog'liq otdingiz. Shundaqmi? Yoki keyin chekdingiz. Va yoki boshqa bir usullar bilan shu ishni qig'illab qolsa, ya'ni shu boshqa usullar bilan shu ishlarni, shu farz bo'lgan ishlarni qilish sizga farz bo'laveradi. Masalan, deyli, namoz o'qish cheklandi desak, masalan, maxfiy namoz o'qiladi. Maxfiy o'qishingiz farz. Endi namoz o'qisak bo'lmaydi ekan, namoz o'qisak palani kirib qolib tutib oldi ekan deb ba'zi bir yiroqroq bo'lgan tahdidlarni majburlash deblam o'zimizni aldab namozni tashlasak va shundaqla beshimizda har xil usullar bilan yo'g'ili bo'lsa, hamda boshqa amal yo'q deb beshimizni etish bilan birga texmu girim qilib tahmaddan eshib ketsak, bu yerda biz majburlangan bo'lmaymiz, majburlanishdan foydalangan bo'lamiz. Shunga bugungi kunimizdagi vatanimizdagi ahvoldan bir imtihon. Ba'zi kishilar zot yog'liq otmaganiga ko'ngli yerim.
qalbi yig'laydi, Allohga duo qiladi. Ammo ba'zi kishilarga bulab beriklik, bahona bulab, yig'liq atmaslik bilan birga texmi hadidan oshgan ahvollar bor. Shuning uchun bu yerdagi majburlanish miqdor sababli bo'ladi. Hargizmi bahona qilib olib, Alloh taolo majburlangan gunohlarni kechirdi ekan deb o'zimizni aldasak bo'lmaydi. Undan boshqa masalan ba'zi bir ijtimoiy besimni majburlanish deb o'zimizga bahona qilsak yana bo'lmaydi. Masalan deylar, jamiyatda agar to'y qilsa hammasi er ayol o'ynaydigan bir ahvol bor. Siz yashagan jamiyatda. Bunda olib qolsa siz to'y qilsangiz, zodi shu nag'ir sunayni chelib er ayol birga kelib usul o'ynaydigan mushundaq ahvolni qilmasangiz, to'y qilolmaydigan bir holatdek bir ijtimoiy besim bor. Endi bu yerda men majburlandim deb ana shundaq er ayollar o'rtaq usul o'ynaydigan mushundaq nomahram ishlar bo'lgan bir holatga to'yni qilsangiz, siz majburlangan bo'lamsiz, undaq emas. Ijtimoiy besim majburlik hisoblanmaydi. Va shundaqla iqtisodiy besimmi majburlik hisoblanmaydi. Masalan deylar, men boshqalarning haqqini olib oldim. Nima ish qilib olding desa, majbur bo'lib qoldim. Oilamning iqtisodiy besimi ig'rishib ketdi. Iqtisodiy besimini majbur desa, bu o'tamdi? O'tmaydi. Iqtisodiy besim, ijtimoiy besimlar bu majburlashga kirmaydi. Shunga bu vaqtda hammamiz o'zimizning qalbiga qarab, Alloh subhanahu va taologa rostchil bo'lishimiz kerak. Majburlangan miqdor qilib salgan ishlarimizni Alloh subhanahu va taolo kechiradi. Bizning o'qigan ikinci hadisimiz olsa, bugungi 40-hadis. 40-hadis bizga dunyo hayotining mohiyatini tushuntiradi. Dünya zodi qanday qildigan? Biz dunyoda kim? Bunun javobini beradi. Oldin biz hadisni o'qiylik, undan keyin sharhlamamiz. An ibn Umar radhiyallohu anhuma qal, ibn Umar radhiyallohu anhuma naql qilindi, o mundaq dedi: "Akhadha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bimankibi fa qal." Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mo'ramni tutib turib, "Kun fid dunya ka'annaka g'arib aw 'abiru sabil." Sen dunyoda xuddi g'aribdek yoki yo'lovchidek bo'l dedi. Va kana ibn Umar radhiyallohu anhuma yaqul, ibn Umar radhiyallohu anhuma mundaq deydi doim: "İza amsayta fala tantazir as-sabah." Sen kech quruni bo'lsa, atdeganni saqlama. Va idza asbahta fala tantazir al-masa. Atdegan o'rnidan tursang, kechni saqlama. Va khudh min sihhatika li maradik. Kasal bo'lishdan ilgari saq vaqtini g'animat bil. Va min hayatika li mautik. Hayotingni o'lim kelishdan ilgari g'animat bil dedi. Oldin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamniki bu hadisni Ibn Umar radhiyallohu anhuga dish uslubi qaraydigan bo'lsak, Ibn Umar radhiyallohu anhuga payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu hadisni qanday dedi? Mo'risini tutib turib dedi. Demak bu yerda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom muhim bir gapni qanday qilmoqchi? Demakchi. Biz bir odamga muhim gap qilmoqchi bo'lsak, uning mo'risini tutib turib, andan keyin deymiz shundaq-ku. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom dal mush shaklda Ibn Umar radhiyallohu anhuga sen bir g'aribdek yoki bir musofirdek bo'lgin dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu so'z orqali bizga dunyoning mohiyatini eslatdi. Ey dunyoga chaplashib ketgan, dunyoni mangu yashaydigan, o'zining mushadi mangu boqiy qoldigandek bütün hayotini, vaqtini, pulini mushu dunyoga ham sarf qilayotgan, dunyoni adoqqa nishoni qilayotgan kishilar dünya sizning bir o'tib ketadigan joyinglar. Mohiyatda sizlar yashamaysizlar, o'tib ketisizlar deb sizlar mohiyatga nisbatan bir musofir, bir g'arib dedi. O'ylab bakadigan bo'lsak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bu hadisini qaraydigan bo'lsak, Qur'ondagi oyatlarga qaraydigan bo'lsak, mohiyat bir o'tankan. Biz bo'lsa mohiyat kelgan bir yo'lovchi ekan, bir musofir ekan. Qur'ondagi oyatning hukmi bilan qaraydigan bo'lsak, biz bir imtihon berguchi ekan. Unda bo'lsa, bir musofir degan bir o'tandan o'ta vaqtida bütün ishlarini, nishonni o'tan qila olamdi. Sizlar bir o'tanga pishgan uysag'ini ko'rdingizmi masalan? Samaydi shundaqmi? Demak, bütün ishini olib boradigan manzil ko'rib qiladi. Bir mu'min, musulmon mohiyatga nisbatan ana shundaq iddiyoda ko'z qarashli bo'lish kerak. Ma'lesef bugungi kunimizda atrofimizdagi bu moddizmlashish natijasida hammamiz nishonimizni dunyo qilib oldik. Ishlaymiz. Eng oxirida shu dunyoda yashaplam o'tib ketyapmiz. Vaholanki o'lgandan keyin buning hammasining hisobi. Shuning uchun bunda kishilarga o'xshash menib ketmasligimiz uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu hadisni Ibn Umar va bizga ey insonlar ma dunyoda yo'lovchidek bo'linglar. Ya'ni sizlarningki oxirgi manzilinglar bo'lsa oxirat hayoti. Sizlar ma hayotga kirisizlar, o'tib ketisizlar deydi. Amaliyotda bu nuqtani ifodalaydigan Qur'on karimda nurg'ulg'an oyatlar bor. Masalan Alloh taolo Qur'on karimda ya qavm innama hadihil hayatud dunya mata' va innal akhirata hiya darul qarar. Payg'ambarlarning tili bilan Alloh taolo ey qavmim bu dunyo tirikchiligi faqat vaqtlik foydalanadigan joy, mengu turadigan joy bo'lsa, u oxirat deydi. Amaliyotda kim mengu qoldi? 100 yil ilgari yashaganlar bormi birisi? Yo'q, 50-60 yildan keyin, ya'ni 100 yildan keyin men hozir mushu darsni tinglashayotgan hech kim hayotda qolmaydi. Bu iniqo ixtilof yo'q. Ya'ni bir yerga ketamiz. Unda bo'lgan ekan inson ma vaqtliq turdigan yerdan bakrak, boradigan yerini ko'proq o'ylaydi. Vaqtini uningga ko'proq beradi. Zehnini uningga ko'proq beradi. Alloh taolo bizga buni yana eskartib, "Va ma utitum min shay'in famata'ul hayatid dunya va zinatuha." Sizlarga ma hayotda bilgan har qanday bir narsa va uning zinnatlari, mashin deymiz, bola deymiz, xotun deymiz, uy deymiz, hammasi mata', faqat vaqtlik foydalanadigan narsalar. Ya'ni sizlar xohlamanglar, u narsalarning hammasi qulonlardan chiqib ketadi deydi. Masalan, hozir o'ylab baqilib, men o'lib ketsam, men hozir mening deyotgan hech bir narsamga ega bo'lolmayman. Men kiygan kiyimlarimni boshqalar kiyishi mumkin, ishlatgan telefonimni boshqalar ishlatilishi mumkin, haydigan mashinamni boshqa odam haydaydi. Men hayotimni sarf qilib olgan uyimda boshqalar o'tiradi.
Demek hayat mana mushunchalik. Alloh taolo oyatning davomida "Va ma indallahi khayru va abqa." Allohning qishdagi yaxshi va mengu qoladi deydi. Aqldan chiqib ketmaydi. Ani sizlar haqiqiy mening deyalaysizlar. Ammo mahiyatikni shu mening deysizlar, vaqtlik mening deysizlar. Afala taqilun. Aqlingdan ishlamamsizlar deydi Alloh taolo. Shunga mahiyatni unda uzun ko'rmasligimiz lozim. Amaliyotda 30-60 yillik hayot ostidan qarasa, ya'ni kichiklarga nisbatan uzun ko'rishi mumkin. Ammo unda oxirgi kelgan vaqtda 50-60 yil yashab bo'lgandan keyin bu hayot nihoyat qisqa bo'lingidek. Buni nereden bildim desam, men 35 yoshga kelgan bo'lsam, bu 35 yilni qanday o'tkazganligim nihoyat bak esimda yo'q. Ya'ni nihoyat tez o'tib ketdi degan gap. Shunga oxiratda pushaymon qilmasligimiz uchun hayotning qisqa ekanligini bilishimiz kerak. Bu yana bir o'tgan ekanligini bilishimiz kerak. Qiyomat kunida biz hayot dunyoda 50-60 yil yashaptimiz deb o'ylab ekanmiz, amaliyotda nihoyat oz turib ekanmiz deymiz. Bu vaqtda Alloh taolo Qur'oni Karimda "Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha." Ular qiyomatni ko'rganda go'yo o'zlarini dunyoda faqat bir kechqurun yoki bir atdigan turganda kes qiladi deydi. Biz uzun bilingan bu hayot qiyomat kunisi u cheksiz hayotga borgandan keyin atdigan turganchilik yoki kechda turganchilik, bir muddat turganchilik lam bilinadi. Demek hayat bunda qisqa ekan, hammamiz dunyo uchun vaqtlik ekan, aql sahibi vaqtlik turadigan yerini emas, abadiy yashaydigan yeri uchun ko'proq tirishchilik ko'rsatadi, uning zehnini, aqlini, milni sarf qiladi. Odatda biz ijara o'ltiradigan uyimizga uzunroq ishlaydigan narsani olmaymiz. Masalan, tomga mehl o'tadigan narsani olmaymiz demishqa, ko'chayib ketamiz de. Hamda ma hayat biz uchun bir ijara o'ltiradigan bir uyga o'xshaydi. Biz ma dunyo binosininki kirakashlar, hammamiz ijara kashlar. Buni esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Bu sababdan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Ibn Umar radhiyallohu anhuga sen musofirdek va g'iribdek, yani yat yadin kelgan odamdek, uyalik emasdek bo'l degan. Ya'ni biz dunyolik emas asli. Biz asli oxiratlik, oxiratdan kelgan, jannatdan kelgan, abadiy hayotdan kelgan bir insonlar. Ondan İbn Umar radhiyallohu anhu doim mundaq deydi: "Kech qilsang saharni kutma, sahar qilsang oqshom bo'lishini kutma" deydi. Ma gap hayotimizni manfaatlik o'tkazishimiz va shundaqla hayotimizni foydalanish uchun oltin savoq deb bilsang bo'ldi. Deydi-ki, kech qilsang saharni kutma, sahar qilsang oqshomni kutma. Bu deganlikni degan gap desa, sana yaxshi qilish uchun, manfaatli ish qilish uchun, umringdan foydalanishing uchun ayrim bir fursat berilmaydi. Sen qulingni bo'lsam qilib ol, o'qiyotgan bo'lsangmi qilib ol, pul tepayotgan bo'lsangmi qilib ol demakchi. Ko'p hollarda shu o'qiyotgan bolalar deydi, men o'qib bo'lib, eng oxirga cho'qib yetib bo'lib, ondan keyin millat uchun xizmat qilma deydi. Pul topganlarcha men jiq pul tep bo'lib, ondan keyin pul xarjlay boshlayman deydi. Ilmning cheki yo'q, pul tepishning cheki yo'q. Shuning uchun oz bo'lsin, ko'p bo'lsin, fursat bo'lsam qilib ol. Orzu umidni haddidan ziyod uzun qilma. Chunki qachon o'limiz bilmaymiz. Va shundaqlar uchun bir yaxshi qilish uchun ayrim fursat, ayrim vaqt berilmaydi. Ondan keyin İbn Umar radhiyallohu anhu sen kasal bo'lishdan ilgari saq vaqtini g'animat bil, sana o'lim kelishdan ilgari hayotini g'animat bil deydi. Hammamiz bilamiz saqliqning ne qadar qimmatli ekanligini, lekin ko'p Allah undan g'aflat bo'lamiz. Saq vaqtimizda ish qilib olishni, manfaatli ishlarni qilib olishni o'ylamaymiz va yoki sal qarab qolamiz. Hargiz bunga sal qarab qolmasligimiz kerak. O'zimizni uyg'otishimiz kerak. Chunki shunda qiradikmi, putqulimizdan jan ketdimi, ruhimiz surishidi, putqulda jan qolmaydi. U vaqtda yosh vaqt qila oladigan u ruh, u kuch, u quvvat bo'lmaydi. Shuning uchun qirib qilishdan ilgari, ya'ni kasal bo'lib qilishdan ilgari saq vaqtimizda hayotimizdan foydalanishimiz kerak. Tuymay o'tib ketadi hayot. Tuymay 30 yoshga, 40 yoshga kirib qolamiz. U vaqtda ammo deymiz asla va asla keyin qaytirug'ili bo'lmaydi. Bu vaqtni zayo qilish o'zini o'ltirib olgandan yomon deydi salaflarimiz. Demişqa bir odam o'zini o'ltirib olsa emas, o'lib qolsa deyli. O'lib qolsa uning hisob kitobi to'xtaydi. Ammo tirik turib vaqtni zayo qilgan odam, uning hisob kitobi to'xtamaydi, ammo o'lganga o'xshash uning hayoti ma'nisiz, ya'ni ma hayotda yaxshi qildigan hayoti umri bo'lmaydi deydi. Shuning uchun hammamiz bu shayga bir amal qilsak, hargiz yosh vaqtimizni bekor o'tkazmasak, bir manfaatli ish bilan o'tkazsak, bir iz qoldirishga tirishsak, ondan keyin o'lim kelishidan ilgari hayotini g'animat bil. Ölüm hemimiz kaçıp qutlanmaydigan padişah olsun, bay olsun, pekar olsun, hemimiz içidigan bir şarap. Ama ana şundaq bir haqiqat bolsunmu, köpünç insanlar bundan bexud yaşaydı. Emliyatda ölüm bar ekan, bunun bir uygun iş gerek, küçüş gerek. Ölüm bayada ölümden muhim iş bolmaslık gerek. Ama biz ölüm bar dep qo'yib, yana xotirjam yashaverimiz. Ajal tuyuqsiz keladi. Xuddi Qur'on Karimda sifatlagandek, Robbirji'un, meni keyin qaytirgin deb yalvaramiz. Amma kella hergiz bu mümkün bo'lmaydi deb parishlar bizga buni deydi. Bu shunday deb qolmasligimiz uchun Alloh taolo Qur'on Karimda bizni eskartadi. Shuning uchun saqliqimizni, vaqtimizni, hayot ömrimizni qattiq g'animat bilsak. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom odam o'lgandan keyin uning qadami o'tkalmay turib 4 ishdan suludi deydi. Uning birinchisi qaysi? Ana umri, uning ömrü deydi. Uning ömrüden sen nimish qilding? Sen 60 yil, 50 yil hayot berdim. Nimish qilding? Bunu so'raydi deydi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning bu hadisiga amal qilishni nasib qilsin. Hayotini manfaatli o'tkazishni nasib qilsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Muhammedur Rasulullah